O, ma'mani ko'payib ketdi, ma'maniki. Men seni yomon ko'raman. Iyo. Manimi? Seni. Men shu turmushing bilan yomon ko'raman. Nimaga ekan? Mana shu mashina olganingda ham, ishing zo'r bo'lib ketganda ham, bir marta ham kelganing yo'q. O'rta ishlar zo'r bo'lib ketdi demagansan. Ko'rishlaring ham o'zgarib qolgansan. Mana ko'rishasanmi bilmayman. Olib qo'y qo'lidan. Menga qara, ko'payib ketibdi. Gapirib oling maylimi? Mana shu hammang shuni puliga qarab muomala qilasan, shundaymi? Voy. Zohid. O'rta ertaga ko'rishib gaplashib olamiz. Bugun kayfim bor. Hozir payt emas. Bo'ldi qil, ko'paytirib yubording. Bo'ldi, gapirmadi. Endi sizdek obro'li odam turganda biz jim o'tiramiz-da, ha? Ob bo'ladi. Keyin safar iloji bo'lsa, yo bu kelsin. Yo men kelay, xo'p? Yo ketaymi, ha? Yo xohlasanglar keturaman. Qayoqqa ketasan, o'tir. Yo, ketma o'rta. Yaxshisi men ketib qolaman. Endi biza bilan o'tirgizam kelmadim-a? Badriddin. Ketsa ketursin, xotinlarga o'xshab araz deydi menga. Badr. To'xta, Badr. Nima xafa bo'lsan? Qo'ysang-chi o'rta. Ichib olgan. Mast odam hamma narsa to'g'radi o'rta ichganda. Xafa bo'lish kerak emas unda. Yo'q o'rta. Mast odam har narsani gapirmaydi. Esingdan chiqarma. Mast paytida aytilgan gaplar hushyorlik paytida tuzilgan rejalar bo'ladi. U bu gaplarni menga ancha oldin gapirmoqchi bo'lib yurgan. Bugun yuziga chiqdi xolos. Buni nomini nima deydi bilasanmi? Mastlik, rostlik deydi. Ko'rishamiz.